Assalomu alaykum aziz bizni videomizni kuzatib turgan obunachilarim, dugonajonlar, singiljonlar, hammalaringiz sog' salomat yuribsizlarmi? Sizlar bilan birgalikda o'tgan yil 24-yil avgustda mana shu ikkala zamiya kulkas gulini boshqa tuvakka ko'chirgandik. Endi hozir bu tuvak kichkina bo'lib qolib, yana boshqa tuvakka ko'chirmoqchiman. Sizlarni jarayonini birgalikda nima qilamiz, ko'chiramiz. Mana hozir mana jonga idishga perlit soldim, vermikulit soldim, biogomus soldim, qum soldim, kul soldim. Mana shularni hammasini birgalikda aralashtiramiz. Mana po'klarni solyapman tayga. Bu po'k namligini ushlab turish uchun solinadi. Po'k solsa ham bo'ladi. Yana boshqa nimalar ko'p soladigan narsalar. Men faqat shu po'kdan foydalanaman. Mana hozir buni olib turaylikda. Mana eski jomimizga mana shu zamiya kulkisi gulini ko'chiramiz. Hal taylarda nimalar bo'ldi ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Tuvak kichkinaligi uchun uncha nima chiqarmayapti. Betkalar chiqarmayapti. Chiqaryapti oz bitta, ikkita. Mana tuvak kichkinaligi uchun tomirlari ham nima bo'lib yotibdi. Mana endi nimalar tomirlari yaxshi rivojlanish uchun mana karnivin doridan foydalanyapman. Tomirlari ko'proq chiqib, betkalari yanada ko'payadi. Mana Bismillahirrohmanirrohim. Ya bismillah, mana yerdan bitta kichkina detkash chiqib qolibdi. Mana chiqyapti. Chuqur ekmaslik kerak. Men zamiya kulkasi gulini juda chuqur ekmaslik kerak. Mana tepadagi kartoshkasi ozroq ko'rinib turishi kerak. Mana Mana kartoshkasi ozgina ko'rindi. Havo kirib ketmasligi uchun bosib qo'yamiz qirg'oqlarini. Suv qo'yganda to'g'rilanadi. Mana azizlarim, bitta zamiya kulkasi gulini ekib bo'ldik. Aziz obunachilar, mana shu bilan zamiya kulkasi gullarimni ekib oldim. Erinmasdan tomosha qilib ko'rganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat aytaman. Yana safar videomizda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.